klientlar telefon qilyapti. Sizlarda qimmat, sizlar ham bizani to'g'ri tushuninglar. Biza standartniy ustanovkamiz 650 ming so'mga qilamiz. Standartniy ustanovka. Agarda konditsionerlarni oyog'i bo'ladigan bo'lsa, ya'ni motor oyog'i bo'lsa, uni 600 ming so'mga ustanovka qilib beramiz. Konditsioner ichida 3 metr trubkasi chiqadi. O'sha 3 metr trubasi yetgan joygacha 600 ming so'm, 650 ming so'mga qo'yib beramiz. Katpoложный vakuum qilinadi. Vakuum qilish shart konditsionerda. Yana nima desam ekan? Agarda o'sha nestandartniy ustanovka bo'ladigan bo'lsa, narxi boshqacha bo'ladi. Nestandartniy ustanovkaga nimalar kiradi? Agarda 3 metr trubasi yetib turib, yana bitta devor teshiladigan bo'lsa, unga отдельный 150 ming so'm, 200 ming so'm pul olamiz. Agarda trubasi yetmay qoladigan bo'lsa, turbani o'sha metrajiga hisoblanadi, metrga olamiz. Shu narxlardan ham xabardor bo'lib turinglar. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Konditsioner bu kimlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizdagi har xil brend ostidagi konditsionerlarimiz bor. Telefon nomerlar o'sha yerda pastda yozilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.